Ha, hurmatli kuzatuvchilar, bozor hozirda juda ayanchli va vahimali holatda. Hamma kasod bo'lmasligi uchun borini sotmoqda. Bu qaysi bozor, qanaqa holat bilmoqchi bo'lsangiz, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, biz boshladik. Bu kriptovalyuta bozori. Hozirda barcha kriptolarning narxi juda pastlagan. Shu sabab barcha, ya'ni 99% odam o'zida bor kriptoni sotmoqda. Ammo shu yerda ham bir holat, 1% odamlar haftasiga $500,000 atrofida daromad qilmoqda. Kripto ya'ni ko'tarilganda, kripto narxlari ko'tarilganda bu miqdor, daromad miqdori kamida 8-10 barobarga oshadi. Agarda siz ham mana shu 1% odamlar orasida bo'lishni xohlasangiz va faqat daromad qilmoqchi bo'lsangiz, men sizga shularni noldan boshlab o'rgataman va internetda qanaqa daromad qilish imkoniyati bo'lsa, barchasini tekinga o'rgataman. Aslida esa mana shu har bir daromad turlari bo'yicha kurslar kamida $200-300 atrofida sotib olinadi va bu sotib olganingizdan keyin ham o'rganish biroz qiyinroq bo'ladi va sizlarda bunga yarasha o'sha $1000 sarmoya bo'lishi kerak boshlashlaringiz uchun daromad qilishni. O'shanda ham daromad juda ham yuqori miqdorda bo'lmaydi. Umuman olganda o'rganish, kursni sotib olib o'rganish biroz qiyinroq. Endi o'ylab fikrlab ko'ring. Siz faqat xarajat qilmoqchimisiz yoki hayotdagi xarajatlaringizni qoplash uchun qo'shimcha daromad qilmoqchimisiz? Mana shu narsalarni sizga tekinga o'rgataman deyapman. Hech qanaqa kurs sotilmayapti bu yerda. Va har bir yo'nalishda sizga noldan boshlab yordam berib boriladi. Har bir harakatingiz, har bir bosqichingiz savol-javoblar orqali. Shu sabab birinchilardan bo'lib jamoamizga qo'shiling va eng saralariga ega bo'ling. Shu YouTube kanalimni yangi ochganman. Yuritishim davomida 3 ta video joylashtirganman va o'sha YouTube kanali ochilgandan parallel ravishda Telegram kanali gruppasini ham ochganman. Qo'shilgan ishtirokchilarga oson, qulay bo'lishi uchun va mana shu YouTube kanaliga joylashtirgan 3 ta video orasida 3-chisida tanlov ham joriy qilganman. Tanlovda sovrin miqdori $500 ni tashkil etadi. Tanlov adolatli, haqqoniy bo'lishi uchun hech qanaqa muddat qo'yganim yo'q, faqat g'oliblar aniqlash maqsadida 10 kishilik, demak g'oliblar 10 kishiga yetganda har bir loyiha sayt bo'yicha tanlov yakunlanadi va tanlov g'oliblari mukofotlanadi. Bu bilan demak tanlov sovrinlar cheklanib qolmaydi. Xudo xolasa nasib qilsa 2026-yilda boshqa o'zim ishlaydigan barcha deya olmayman, ko'proq miqdorda o'sha sovrinli tanlovlar o'tkazish niyatidaman. Bu yerda maqsadim o'sha jamoamdagi har bir ishtirokchi qanaqadir daromad qilishini xohlayman va tezroq daromadga erishishini xohlayman. Maqsadim baquvvat, kuchli jamoa shakllantirish asosiy maqsadim va niyatlarimdan biri. Xudo xolasa bu niyatimga ham erishaman degan umiddaman.
Buning uchun sizlardan menga rag'bat, motivatsiya kerak. Rag'bat, motivatsiya bu kanalga obuna bo'lish, videolarga like bosish, bir-birimizga hurmatni saqlagan holda kommentariyalar yozishdan iborat. Xo'p, shu bilan videomiz oxiriga yetdi. Videoni oxirigacha kuzatganlaringiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Keyingi videolargacha xayr.